Qarang, qarang, qanaqa tortib olishini ko'ryapsizlarmi? Mana bunisini qarang, mana bunisini qarang. Ko'ryapsizmi? Qanaqa, mana buni qarang. Qarang. Yaqinroq olavering, operator aka. Qarang. Qarshingizda ikki xil tipdagi ventilyatorlar. Birinchisi sog'im zallarga, qo'yxonalarga ham bo'ladi va buqaxonalarga va ikkinchisi pромышленный zonalarga, tovuqxonalarga va fermani tipovoy naves tagiga qo'yiladigan ventilyatorlar. Xitoy, Turkiya 380 220 midyevoy obmotka, 380 220 va 400 qanchadir ham bu ham midyevoy obmotka. Turkiyaniki Volt kompaniyasiga qarashli 1 yil garantiya dvigateliga, 6 oy garantiya dvigateliga. Narxini aytamiz. 200 dan tepa razmerlari 60 ga 60, 80 ga 80, 90 va to есть 120 gacha. Kattalik razmerlarigacha. Kimga kim kerak bo'ladigan bo'lsa, menga aloqaga chiqinglar. Bor bundan anchagina. Bundan esa 40 ta bor. Sut sog'im zallarga tavsiya qilaman va mollarni yotoqxonasiga, lijankasiga videoni ham qo'yib qo'ydim. O'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Ya'ni mollarda lijankani tepasiga qo'ysa bo'ladigan. Buni komplektida zanjirlari bor. Yana nimasi bo'ladi? Hozir kondensator qo'yib 220 ga ulaganmiz. Ishlash videosini ham orada bir kesib sizlarga qo'yib ko'rsataman aziz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizdan uzoqlashmanglar. Obuna bo'lib, like bosishdan charchamanglar. Bo'ldi.